Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 2003-yili 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq idir. Avtori Muhammad Osman. 2-bob. Yo'piqsiz Tavut. Savur bilan Abdurahmon ikkisi aka ukalar bo'lib, Savur 25 yoshda, Abdurahmon 23 yoshda edi. Ular kichkidan emgak bilan chiniqqachqa, bilaklari po'latdek mustahkam, vujudidan g'ayrat, shijoat urg'ub turardi. Otasi Sodiq kichik o'g'li Abdurahmon tug'ilib 20 kundan keyin qaysi bir yurtning sepil hashasiga tutilib, shu ketgancha iz-daraksiz g'oyib bo'ldi. Onasi Zaynabxon 22 yoshida tul qoldi. Ularning ishki ko'chaga qaraydigan kichikkina hovliliq bir ig'il chalma tamliq uyi bor edi. Eridan yoshla ayrilgan Zaynabxon kishilarning yepini egirib, kirini yuyib, uyni qamdab, ikki o'g'ilni qatorga qo'shdi. Ammo bu jarayonda kun o'tkazmak haqiqatan tasga tushdi. Shahar deganda kuch bo'lgan bilan dasmoya bo'lmasa hech ishni boshqa ilib chiqish mumkin emas edi. Ana bola uchaylan ma'dikorchilik bilan kun kechirishga to'g'ri keldi. Shundaqdimi, turmushi ba'zilarnikidan bir qadar yaxshi edi. Bugun ular bomdod namozini o'qishga masjidga chiqib o'zlari dematlik bir yigitning qari yog'ochga bog'langan holatini ko'rib, yuraklari jig'ildab ketdi. Savurning ko'zlari to'xtiga tikilgani bilan, ammo xiyoli irmash-chirmash edi. Bu zodi kim? Nim sababdan bu holga tushib qoldi? Kerakmidi yoki midir-sidir qilmaydi-ku? Mening otammo mushunda qiynalib o'lgan bo'lg'aymidi? Qancha azoblangandu? Mengu chiroyinimi aslayolmayman. Texi oranla 2 yoshga kirgan tursam, otam jon uzish oldida bizni aslaganmidi? Albatta aslaydi-da. Biz uning pushti, yurak paris emasmi? Savurning xiyoli mushu yerga kelganda hayajondan g'uduqib jim bo'ldi. O'zini qandoqdir bir g'oyibi kuch ayblayotgandek xijillik his qilyotdi. "Yo'q", dedi u ko'ngilda. "Men otamni izlayman. Uning qanday g'oyib bo'lganligini aniqlab, qotilni topaman." Savur birdam jim bo'lib, turibla lassida bo'shashdi. "Topsammo nima qila olaydim? Ni odamlar tutib ketilib, izdiraksiz yo'qotadi. Ularning balvoqilari nima qila oladi?" deganlarni ko'nglidan kechirib, diqqati yana qora yog'ochga bog'loqliq yigitga buraldi. Bu chaqda tutqunning ko'zlari yumilib, yuzlari ko'kirib, putlari gurichi chiqib ketgan yesibdek bo'shishib, yerim tizlangan holda daraxt gavdasiga esilib qolgan edi. Xiyol daryosiga g'arq bo'lib, qashqa chiqolmay gangrab turgan Savur imomning "Savur, Abdurahmon, tavutni ilib kelinglar" degan ovozdan cho'chib o'ziga keldida, enisi Abdurahmon bilan berib, tavutning ustidagi yopiq jozisini ilib etib, shotisini akeldi. Ondan yigitni bog'loqdan yeshib, uningga silib, shu mahallalik yana 2 birodarini chaqirib, meyitni ko'tirgandek ilib mangdi. 2 chirik bo'lsa, hazdorlardek oldiga tushib yo'l boshladi. Ular ketayotganda ayollar o'ydan chiqib, eshik oldilarini supurib, qor dovlarini ko'chaga ittirayotdi. Ko'chadagi qorlar dasilib, obdalla yo'l tushgan edi. Tutqunni ilib mang'anlar xon mahkamasining yeni bilan o'tib, o'rda temining g'arbiy tarafiga tutash silingan So'loq xonining oldiga kelganda, egiz so'qma sepilning qop o'ttirsiga o'rnatilgan yo'g'on qora darvozaning oldida egiz bo'y, beshiga ushluq qalpoq kiyib, 2 tal o'rma chechini xotinlardek sangiltib olgan soqolsiz bir kishi turardi. Tavut yerga qo'yilishi bilan u tez qadam tashlab kelib, qiypash yepilgan juvini qayirib, to'xtining beshini asta ko'tardi. Bu chaqda to'xti bog'loqdan bo'shangandan keyin bo'g'ilgan qonlar yurishib, asta hushiga kelishga boshlagan edi. So'loqxona oldiga yetib kelganda, u sal hushiga kelgan bo'lsa-mu, sovuqdan titrayotdi. Buni ko'rgan formuliq odam o'z-o'ziga "Terekkan, to'ngib ketibdi" dedi va
Manjucha uzun chopinining ichiga kiyib olgan, juyazisining ustidan bog'lab olgan belvag'iga esib olgan sapoydek nurg'un ochqushlarni ilib qora darvozani ochdi. Andin Rustam, oshpazlar bu yoqqa kelsin, deb tovladi. Choch soqollari pokiz qarilgan, fuqrocha kiyingan 30 yoshlardagi birisi ikki yigitni agashtirib keldi. Heliqi ochquch boshqurg'ichi odam savurg'a "Sizlar kutib turinglar" deb qo'yib, tavutni ko'tartib qora darvozaning ichiga qarab mengishga, amdila tamshilib turishiga tuyuqsizlar. "Ata, to'xtab turing" degan yiqimliq ovoz anglandi. Turganlar ko'rdiki, og'vonidan tikilgan nojiyak ko'nglak ustiga damas juyazini kiyib, beshidagi qo'qan do'ppisini bostirib yarshimliq gilava yog'liqi chigib olgan, yumaloq yuz, bug'doy o'ng, ko'zlari ahvonninkidek avrishim qomat, qoshlari hilol oydek, kirpiklari to'kilib turadigan, amdila quramiga yetgan bir qiz tez qadam tashlab, so'loqxonaning g'arbiy tarafiga yondosh silingan hashamatlik qo'ro tarafdan aldirash kelyotdi. U tavutga yaqinlashmayla. Tutayotgan hayot odamlar oz kelib, "Amdi qabristonlikdan jinoz bilan o'liklarnimi to'shib qamayotamsizlar nima?" dedi. Andin jinozdagi nimjon yigitga shundoq qarash bilan go'yo jinozadan bir o'q chiqib yuragiga tekkandek voy davatdi va birdilla chiroyi tatardi. Uning yurak bag'rini qandoqdir bir azob ochiq etish turib, pora qilyotdi. To'xtining bo'lsa ozroq titrayotganligini hisobga olmaganda, o'lik yoki tirikligini bilgili bo'lmaydi. Qiz uning yechinishli holatini ko'rib past ovozda "Bechora" deganicha qo'lini asta opirib peshonasiga qo'ydi. Qizning issiq barmoqlari tegishi bilan to'xtining cheka tomirlaridagi qonlar birdilla jonlangandek bo'lib, soat istirliksidek mengayotgani sezildi. Qiz buningdan uning texi hayotligini bilganida umid chirig'i yongandek bo'ldi-yu, qo'lini ittik tortib oldi. Biroq yuzlari lappida o't elib, qandaqdir bir xil xijillik ilikida hayajonlanishga boshladi. Tasvirlayotganimiz zindon begining yolg'iz qizi bo'lib, bu yil 15 yoshda edi. U bor yo'q birla farzand bo'lg'achqa, zindon begi "O'lib ketsam, duo takbir o'qig'idek, qabrimni yo'qlab, o'chgan chirig'imni yo'ritqidak, o'g'ilni Xudo mendan ayridi. Xudoyimning menga bergini shu ekan. Hech bo'lmaganda ruhimga atab durut o'qib, yog' puritib qo'yar" deb 6 yoshidala Ko'lbeshi masjidining imomining tarbiyasiga berdi. U zehnining o'tkirligidan bo'lsa kerak, diniy maktabga kirgandan keyin pat fursatila ushoq suralarni yodlashni tamomlab, hafta yakka chiqdi. Ondan Qur'onga o'tdi. Shundoq qilib, 13 yoshida Qur'onni puxta egilab, Navoiy, So'pi Alloyar qatorliq kitoblardan dars oldi. Uning o'qishi toza ilgari besayotganda, ota-onasi maslahatlashib, garchi qizining yoshi kichik bo'lsa-mu, bo'y basti kundan kunga yo'g'inib ketayotganligi uchun so'z cho'chak obyektiga aylanib qolishdan ansirab, maktabdan chiqarib oldi. Demasimu, u chog'larda cho'ng bo'lib qolgan qizlarning davomli o'qiverishi odatga sig'maydi. Qiz maktabdan ayrilgandan keyin uyda kitob o'qishni davomlashtirdi. Uning o'qiydigani Qur'on emas, balki Alisher Navoiyning beyitlari va boshqa adabiy asarlar edi. Otasi bo'lsa uni Qur'on o'qiyotidi deb bilib, xursandligidan deganini qilib beradi. Royiga boradi. Uning gap so'zdagi kaskinligi, erkin, mantiqliq fikrlari cho'nglarni hayron qoldiradi. U mana mushu kamgacha biror kishiga bugünkidek muomalada bo'lib boqmagan edi. To'xtining peshonasiga aloqani shundoq tegishi bilan til orqali ifodalagisiz kuchlik bir yong'in jismiga tutishib, yurak bag'rini o'rtashga boshladi. "Men nima bo'ldim?" deydi qiz. O'z-o'ziga rohitida ko'rilayotgan qandaqdir g'ayri sizimdan cho'chib, uningga yurak bag'rini bir kim to'ydirmay sug'urib olayotgandek bilinib, badani tushuniksiz holda titrab ketdi.
vujudiga og'riq yipishayotgandek yoki eng amroq narsasini yo'qotib qo'ygandek va yoki qandaqdir bir yirtqich hayvon top besib qo'g'layotgandek ansiz tuyg'u paydo bo'ldi. U nima qilishini bilolmay otasidan maslahat so'ramoqchidek savol nazari bilan qaradi. Otasi qizining ruhiy holatidagi boshqacha ahvolni ko'rdi. U qizining nihoyatda rahimdil ekanligini bilgachga tavutdagi yigitning holiga ichinayotidi yoki bo'lmasa uni qiynag'uvchilardan nafratlanyotidi deb o'ylab damonliqqa xotirjamlantirish uchun aytdi. Jini bor ekan, titrayotidi. Shundoq, dedi qiz qattiq hayajonlanib. Qutqizib qiling jinim ota, savob bo'lar. Uningmi ota-onasi, urug' tuqqan, qarindoshlari bordir. Bechorani ota-onasi bu holatni ko'rsa nim bo'lib ketar? Jinim ota, u o'lib ketmasin. Qiz yuragidan chiqarib shundoq yolvorib, otasi ig'iz ichib bo'lgacha yana so'radi. Nim gunoh o'tkazibdi? Tayin yo'qli bir ish, dedi otasi ichingan holda. Anglashimcha, ko'chadan o'tib ketayotgan chiriklarni sanganmish. Texi bunimi aniq ko'rgan odam yo'qkan. U iqror qilmag'achqa qattiq qiynoqlar musha holga tushirib qo'yibdi. Mang ishingni qil. Nimaga ang'ib tursizlar? Qani ilib minglar. Yo'q, dedi qiz keskin turda. U sulaxanda o'lib ketmasin. Sulab qo'yilsa holdan kim xabar oladi? Uyga opirib davolab, sal yaxshilanganda qamsingizmi o'xshashqu ota. Tantaq qiz, yeyotgan niningdan ayrilib dang'izda yotqin keldimi? Bilamsan, bu siyosiy mahbusmish. Chetilib qoldigan bo'lsaq, bosh ketadigan gap, bosh. U qiziga shularni deb toza bir chakchiyib etib, birdilla yumshab qoldi. Qizim, Rayhongul, g'am qilma. U o'lib qolmaydi. Sening rahimdilligingga dadang qoyil. Apla, qirishqandek taqdirning meni mushundaq ko'ngilsiz ishqa o'rlashtirganini qaramamdigan. Zindan begi gepining oxirini yutib etib, tavutni ko'tarib mangmoqchi bo'lib edi. Bir odam kamlik qilib, nerida to'xtidan ansirab qarab turgan Savrni chaqirdi. Kel, buning bir tarafini sen tut. Savrga bu vazifa toza yoqdi. Chunki uning natunish yigitni shundoqla tashlab ketgusi yo'q edi. Uni yana azoblarmi? Uning mushu holda ekanligini ota-onasi, urug' tuqqanlari bilamdigandi. Biz yana ko'risharmizmi? Agar ko'rishish nisbla bo'lsa, uyimga boshlayman. Yurtigacha uztib borman. Uning bugungi holini o'ziga so'zlab beraman, degan xiyollar ko'ngil qetida kezib yuratdi. Xiyollariga birdilla dahshatli savollar aralashish bilan andikib cho'chib ketdi. Dal shu chog'da zindon begining chaqirib ishqa buyurishi bayotinqi o'y xiyollariga munosib kelgandek uni yeniklashtirdi. U darhol berib jinozaning orqa o'ng tarafini dast ko'tarib mo'risiga ilib iliqi 3 odam bilan qora darvozaga qarab mandi. Qiz o'ziga da'vatgandek ovozda "Ifloslar!" dedi-da, tavutning keynidan g'azab bilan qarab qoldi. Uning kimni tillayotganligini, Afridunni, Ravzishab ambalni yoki otsinimi bilgili bo'lmaydi. Shundaqdimi, sal ruhlangandek bo'lib, ko'nglida takrorladi. U o'lmaydi, hargiz o'lmaydi. Chunki otasining keyingi so'zlarida qandaqdir hissdoshlik ifodasi bor edi. Biroq qizining talabini o'rindashga ojizlik qiladi. Ravzishab ambal shaxsan o'zi tutib, mansab uchun yemchuk qilmoqchi bo'lgan bir gunohkorni, yana kelib siyosiy mahbusni qanot ostiga elish kalla bilan o'ynashadigan ish edi. Buni Rayhongulmu tushunadi. Ammo bu yerdan ketishni yoki tavut keynidan agishib mingishni bilmay, gangrab joyida qaqqan qo'ziqdek turdi. Zindon begi manjucha uzun formasining pashlariga putlashib qadam olganicha qora darvozaga qarab mandi. Qo'sh qanotliq yo'g'on darvoza qilin to'mir taxtaylar bilan qoplangan bo'lib, o'ng qanotning odam bo'yi yerida mahbuslarning uylaridan akelgan narsalarni sunib beradigan china patqudak bir to'shuk, so'l qanotida odam kirib chiqadigan tor eshik bor edi.
Odatda bu eshik to'shiklar mahkam taqoqliq turadi. Zindon begi berib cho'ng darvozaga silingan yo'g'on shadda qulupni ochib, to'mir lokni bir tarafga ittirayotgandan keyin darvozani ochdi. Ondan ichki darvoza sepilining nirroqida turgan qorovulga anglatib, "Mahbus keldi!" deb to'lvatib, tavut ko'targanlarni kirgizdi. Hamda ichkirki darvozaning tashqaridagi sininkiga o'xshab ketadigan lokdanliq zanjirni taqab, buningga ot tuvuqi shaklda yasalgan seriq o'rus qulupini silvatib, tavut ko'targanlarga yo'l boshladi. Savur bundaq joyni umrda tunji ko'rvatadi. Darvozadan kirishigila 10 metrcha yiroqlikda yog'ochdan yasalgan qora sirliq to'sma tom bor edi. Uning cho'ngligi darvozaning cho'ngligi bilan barobar bo'lib, cho'ng darvozani ochgandimi, sirtda turganlar har qancha qaragan bilan so'loqxona hovlisini ko'rolmaydi. Tavutni ko'tarib kirganlar to'sma tomning yiniga kelganda burilib yondab o'tdi. Atrofi so'qma sepil bilan qo'rshalgan keng hovli darvozasining so'l tarafida oshxona va quluploqliq bir qancha uy, o'ng tarafida qorovullar sepil usti bilan so'loqxonaning o'gisiga boradigan xishpalampay shota bor bo'lib, yog'och panjara bilan to'silib quluplangan edi. So'loqxona hovlisidagi yo'g'on qapoq tarakinida bir hindi bilan saqalliq kashmirlik ko'nglakchan holda chopma harda shal tilvatadi. Savurga hovlidagi bir tal xasmu yengillik tuyulvatadi. Savurlarni ko'rgan yo'g'on salpanquloq qora it qavig'inicha itilib keldi. Kaynidan ikki it agashdi. Zindon begi "Kat!" deb itlarning oldini to'sib, tavut ko'targanlarni himoya qildi. Dal shu chog'da oshxonadan birsi bir tangla yundini ko'tarib chiqib, "Moh moh moh" deyishiga itlar quyruqlarini shipanglatib yaloq tarafga ketdi. Tavut ko'targanlar alohazal 100-150 metr manganda yana bir darvozaga duch keldi. Bumu o'xshashla quluploqliq turadi. Zindon begi ochqushni sharaqlatib ichivedi. Kichik hovli va atrofni qurshab turgan koridor ko'zga tashlandi. Uduldagi tomda bir eshik bor bo'lib, u orqali koridor ichidagi hamma kamerlarga kirgili bo'ladi. Ammo tavutni ko'targanlar zindon begining boshlashi bilan kichik hovlining so'l tarafiga buraldi. Bu yerda yer ostiga kiradigan palampay turadi. "Qani, kaynimda minglar", dedi zindon begi oldida yo'l boshlab. "Avaylab ilgirlanglar." Savur umrida ko'rish tugul, anglabmi boqmagan bu dahshatlik o'nko'rdan zodila chiqib ketolmaydigandek ich-ichidan qo'rqim sirmoqda edi. Ular palampay orqali tuvallab, ustidan qo'yilgan to'nglikdan tushgan yo'riqliq bilan g'uva yo'rib turgan uzun koridorga kirdi. Udul manganda ikki tarafda qator nurg'un eshik bor edi. 5-eshikka kelganda zindon begi to'xtab, yenidagi ochqushlardan birini ayirib, eshikni ochdida, "Tavutni qo'yib, uni ilib kiringlar", dedi. Savur bilan Rustam ismli yigit to'xtini avaylab ko'tarib, kamerga ilib kirdi. Cho'nqur kamerni tavoqdek to'nglikdan tushgan yo'riqliq yo'q hisobda yo'ritib turadi. Uning ostiga zig'ir paxli silingan bo'lib, kichikligiga boqmay eshik tubida suydik maltiqi bor edi. Siziqchilik dastidan nafas elish tas edi. Savurning burniga ochiq bus kirib, ko'nglini bir qisma qilavatdi. Kamerda choch soqollari o'sib ketganlikdan yosh yoki qiriliqini farq etgili bo'lmaydigan, yuz ko'zlari qasmoq bir odam juvasiga yo'ginib o'rin ko'rpisiga yo'langunicha o'ltiradi. "Hey!" Zindonbi uni chaqirdi. "Xo'sh!" deb o'rnidan turdi mahbus. "Bu yoqqa kel, buni yotqizayli. To'nglab o'lmasa yana. Hozircha yotqinini yepib qo'yib tur." Zindonbegi shundoq deginicha qo'lini to'xtining yuragiga qo'ydi. Nativan yurak shuncha azob tortqiniga qaramay go'pildab so'qiyotdi. "Xudoga shukr", davatdi zindonbegi hayajonlanib. Andin "Rustam, issiq choy keltir. Yondagi uyda o'rin ko'rpa, kigiz bor.
ilib kir, deb buyurup mahbusqa tapaladı. Əmsə bu buradarını sana tapşırdım. Ey qılıb al, ölsə cavab qılasan. Ehtimal zindan begi buningdek sisiq kamerlarga davamlıq kirib turğaçqa könüp qalsa kerak chiroyida qilcha saskinish alomatlari ko'rinmaydi. Ishik taqaldi. Savur koridorga chiqib, cho'ng nafas elib, ko'nglida yanala to'xtining qayg'usini yedi. Ko'nglida o'lib ketarmi? Hayat qolgandimi bundaq sisiqchilikda qandoq bardoshlik berar deganlarni o'ylayotdi. Zindan begi bilan Savur Sulaxxonning darvozasidan chiqqanda Rayhongul bilan Abdurahmon texicha shu yerda turadi. Savur tavutni ko'tirishib manganda Abdurahmon qara darvozaning ichida nima sirlarning borligini ko'rib beqishga intilgan bo'lsa-mu, uduldagi qara to'sma-tam hech narsani ko'rsatmadi. Amalsiz ichi titildab, akisining qaytib chiqishini taqozolik bilan kutdi. Har bir daqiqa uningga bir kundek bilinmoqda edi. Akisi chiqmagancha vujudini ansizlik o'rab, yenidagi qizdan so'rg'isi keldi-yu, ammo aptiga qarab yaltaydi. Chunki qiz javob berdigandek emas, qara darvozaga qarganicha qaytibli qolgan edi. Shu chog'da g'ach qilib darvoza ochilib, Savur bilan Rustamlar quruq tavutni ko'tirib qaytib chiqdi. Savur boshliq yigitlar tavutni ko'tirib ozroq mingishiga qarshi tarafdan otliq yetib kelgan Ravzishab Ambal Hekimbey qizni agashtirib uy tarafga ketayotgan zindan begini ko'rib, "Voy, Hofizbek!" deb tovladi. Hofizbek inkos qayturmay joyida to'xtab Rayhonga, "Sen kirib ket!" dedi. Ondan Ravzishab Ambal Hekimbeyning oldiga mangdi. Takabbur Hekimbey Hofizbekni mangitmagandek, faqat oldiga yetib kelgandila otdan tushdi. Uning chiroyidan bir xil qudrat ifodalanib, qandaqdir bir ishdan ansiravatganligi bilinib turadi. Shunga Hofizbekka tikilib so'rdi. "Qani u? Zindonda?" Hofizbek chiroyini ochmay sovuqqina javob berdi. Chunki u Ravzishab Hekimbeyning adabsizlik bilan qilgan takabburona muomalasini yoqtirmagan edi. Yana kelib Ravzishab begining vahshiyligi chekdan eshib, kunda degudek bir ikki odam zindonga tashlanyotdi. To'xtining vaqasi texmi o'g'isni qaynatmoqda edi. Uning ustiga Hekimbey asli uchturpanliq bo'lib, Ambalning mirzisi edi. Afridun yakanga xon bo'lgandan keyin yerlik xalqqa ishonolmay, 6 shaharlik yig'iliqchi xalq hamini bir kuni qo'zg'almay qolmaydi. Shunga muhim mansablarga boshqa shaharlardan notanish kishilarni tayinlash kerak, deb o'yladi. Ching sulolasi Xaqani uni qabul qilgandimi, "Sizni yakan 8 shaharga xon qildim. Ular ham yavash, ham qaram xalq, lekin qo'rquvchiligi yo'q. Qurol bilan boshqarmoq qiyin, chunki ular jannatga amroq, o'limdan qo'rqmaydi. Buning uchun 1000 chirikning o'rniga bir mo'lla bo'lsa kifoya. Mollalar nadonlarni bu olamning farog'atidan voz kechtirib, rohatni jannatdan izlashga ko'ndiralaydi. Bu olamdagi jafoning u olamdagi rohatni baxsh etadiganligiga ishondirdi. Shunga molla oxunlarga olto'la naf yetkizsang, o'z xalqini tark dunyolikqa boshlab, butun mol dunyolarni ilib ketsimi, Allohning hukmi deb taqdirga yuklab tugitidi. İkbar yerda o'g'ri yo'q. Mollalarni to'ydiribla qo'ysangiz, yurtingizdan chatoq chiqmaydi. Shunimi samingizga silib qo'yayki, muhim ishqa yerliklarni qo'ymang. Chiqishib olib sir bermaydi. Sirtdan keltirsangiz, yaklanganda oyog'ingizga yiqiladi, deb ko'p nasihatlar qilgan edi. Shunga u yakanga kelibla mollalarni ishq soldi. Ondan muhim mansablarga har qaysi shaharlardan odam yo'tkidi. Shu qatorda Hekimni ilib kelib, omonlik ishlariga qo'ygan edi. Uning pat-pat tutib qoladigan ta'turligi atrofidagilardan yiroqlashtirdi. Turibla bosh ko'tarib qoladigan g'alati qo'ylari laqamga aylanib, bulung puchqoqlarda ig'izga ilinib, vaqtning o'tishi bilan inovatini qo'ymagan edi. Shundaqdimi,
u nihoyatda muhim vazifada xonga ishonchlik bo'lg'achqa ehtiyot qilmaymi bo'lmaydi. Vaqtning o'tishi bilan uning yumorliq ishlari cho'ng so'rinlargacha yeyilib, Afridunning quliqig'imi yetdi. Bara ishlaridan chatoq chiqib, tutqan odamlari begunoh bo'lib chiqdi. Bu hol Afridunni shubhalantirib, diqqatini qo'zg'adi. Shuningdan boshlab uning ma'lumotlariga ancha ishinib ketmadi. Buningdan 3 kun ilgari u o'rdaga kirib, bir qo'zg'olonchini tutdim. U ketayotgan chirkni sanabdi, deb ma'lum qilganda Afridun gap so'z qilmayla kulib qo'ygan edi. Yaxshi yomonni ancha farq etib ketmaydigan Ravzishab Bekimbey bu kulkini xushal bo'lganlik deb bildi. Amaliyotda Afridun mazoq qilib kulgan edi. Chunki u to'xtining gunohi to'g'risida hech nimani isbotlab ko'rsatilmagan edi. Davomi bor.